Oxirgi marta qachon shunchaki kunni tugatishga emas, chinakam yashashga harakat qilganingni eslaysanmi? Balki anchadan beri hayoting tashqaridan odatdagidek davom etayotgandir. Sen ishlayapsan, majburiyatlaringni bajaryapsan, odamlarga javob beryapsan, oilang, ishing, rejalaring bilan shug'ullanyapsan. Har kuni ertalab turib, yana oldinga yurishda davom etyapsan. Lekin ichingning bir chetida tushuntirish qiyin bo'lgan og'irlik bor. Go'yo hayot asta-sekin o'zingniki bo'lmay qolgandek. Sen yashayotgandek ko'rinasan, ammo ichkarida ko'proq bardosh berayotgandek his qilasan. Eng xavflisi, inson bunday holatda juda uzoq yashasa, bir kuni uni oddiy hayot deb qabul qila boshlaydi. Doimiy charchoqni kattalikning tabiiy qismi deb biladi. Ichki taranglikni mas'uliyat deb ataydi. Hech narsadan zavq ola olmasligini esa shunchaki yosh, ish yoki tashvish bilan izohlaydi. Karl Jung qarashlarida esa insonning bunday yashashi uning to'liq hayoti emas. Inson ba'zan yillar davomida moslashish, o'zini himoya qilish, boshqalarning roziligini olish va ichidagi og'riqli haqiqatlarga yaqinlashmaslik uchun yashaydi. Natijada ruhiy quvvat hayotni his qilishga emas, faqat kunni xavfsiz tugatishga sarflanadi. Buni ba'zan ichingdagi qahramon arxetipi bilan ham adashtirish mumkin. Qahramon qiyinchilikka bardosh beradi, kurashadi, yiqilganda yana turadi. Lekin hatto qahramon ham butun umr jang maydonida yashash uchun yaratilmagan. Agar sen har bir kunni yangi jangdek qabul qilsang, kuchlilikning o'zi asta-sekin qamoqqa aylanishi mumkin. Shuning uchun doimiy charchayotgan bo'lsang, bu har doim ham hayoting buzilib ketganini anglatmaydi. Aksincha, tashqaridan hammasi joyida bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, ichki tiziming hali ham xavf tugamagandek ishlayotgan bo'lishi mumkin. Sen dam olasan, lekin tanang bo'shashmaydi. Bo'sh vaqt topasan, lekin xotirjam o'tira olmaysan. Bir ish tugashi bilan miyang keyingi muammoni qidiradi. Yaxshi yangilik keladi, lekin undan zavqlanishdan oldin ichingda keyin nima bo'ladi degan savol paydo bo'ladi. Shunda hayot asta-sekin yashaladigan joydan yengib o'tiladigan vazifalar ro'yxatiga aylanadi. Go'yo sen yillar davomida zirh kiyib yurgansan. Avval bu zirh seni himoya qilgan. Lekin uni juda uzoq yechmasang, bir kuni tanang yengillik qanday his ekanini unutadi. Hatto tinchlikning o'zi g'alati tuyula boshlaydi. Va balki sening ichingdagi charchoq aynan shuni aytayotgandir. Sen zaiflashganing uchun emas, sen juda uzoq vaqt faqat bardosh berib yashaganing uchun charchading. Ko'p odamlar o'zini yashayapman deb o'ylaydi. Aslida esa ichkarida faqat chidab turadi. Farq nimada? Tashqaridan qaraganda farq unchalik bilinmaydi. Inson ishiga boradi, uchrashuvlarga yetib keladi, telefon qo'ng'iroqlariga javob beradi. Oilasi uchun kerakli narsalarni qiladi. Hamma narsa odatdagidek ko'rinadi, lekin ichki holat butunlay boshqa bo'lishi mumkin. Chinakam yashayotgan odam ham charchashi mumkin. U ham ranjiydi, adashadi, ba'zan yiqiladi, lekin shunga qaramay, uning ichida hayot bilan uzilmagan bog'liqlik bo'ladi. U bir joyda ma'no sezadi, biror kichik lahzada iliqlik sezadi. O'z hislari bilan aloqasi butunlay uzilib ketmaydi. Faqat bardosh berib yashayotgan odamda esa hammasi asta-sekin mexanik tus oladi. U ko'p narsani qiladi, lekin juda kam narsani his qiladi. U dam oladi, ammo tiklanmaydi. U kuladi, ammo ichkarida bo'shliq qolaveradi. U odamlarga yaqin bo'lib ko'rinadi, ammo ichida uzoqlashib boradi. Ba'zan insonni charchatadigan narsa ishning ko'pligi emas. Aslida uni holdan to'ydiradigan narsa ichki tizimining biror kun chin ma'noda xotirjam holatga o'tmaganidir. Tasavvur qil, bir xonada signal juda uzoq vaqt jaranglab turdi. Oxiri u o'chdi, lekin tanang hanuz hushyor. Miyang hanuz xavf bor deb o'ylaydi. Tashqarida tinchlik bo'lsa ham ichkarida urush tugamaydi. Aynan shunday paytda inson o'zini men shunchaki mas'uliyatliman, men doim band bo'lishni yoqtiraman, men shunaqaman degan gaplar bilan tushuntira boshlaydi. Lekin ba'zan bu gaplar haqiqat emas. Bu uzoq yillik moslashuv.
Ichingdagi yetim arxetipi shu yerda sezilishi mumkin. Yetim dunyoni har doim to'liq xavfsiz joy deb his qilmaydi. U ehtiyot bo'ladi, hushyor turadi. Sal narsaga ichida taranglik sezadi. Bu arxetip ba'zi holatlarda seni ogoh tutadi, lekin agar u butun hayotingni boshqarsa, sen tinchlikni ham ishonchsizlik bilan kutib olasan. Shu sababli ko'pchilik xotirjam qololmaydi. Sukunat ularni bezovta qiladi. Bo'sh vaqt ularni siqadi. Ichki jimlik paydo bo'lsa, darrov telefon, ish, suhbat yoki reja bilan uni to'ldirishga urinadi, chunki to'xtash ichkarida nimalardir borligini sezdiradi. Va eng og'ir nuqta shundaki, inson bir kuni o'ziga shunday savol bera boshlaydi: men haqiqatdan ham yashayapmanmi yo faqat navbatdagi kunni yengib o'tyapmanmi? Ana shu savol ko'pincha ichki uyg'onishning boshlanishi bo'ladi, chunki o'zini aldamay berilgan bitta halol savol ba'zan yillar davomida yig'ilgan tuman ichida birinchi yorug'likka aylanadi. Tirik qolish rejimidan chiqishning birinchi qadamlaridan biri dunyo sendan kutgan obraz bilan sening asl holating orasidagi farqni ko'ra boshlashdir. Ko'p odamlar o'zini katta fojia sabab yo'qotmaydi. Ular asta-sekin juda to'g'ri odam bo'lib qolganidan keyin o'zidan uzoqlashadi. Oilasi kutganidek bo'ladi. Ishxonasi xohlagandek bo'ladi. Atrofdagilar nazarida tartibli, ishonchli, vazmin, muammosiz ko'rinadi. Tashqaridan qaraganda bunday inson haqida faqat yaxshi gap aytiladi, lekin ichkarida boshqa jarayon ketayotgan bo'ladi. Sen juda uzoq vaqt boshqalarga qulay bo'lib yashasang, bir kuni o'zingga begona bo'lib qolasan. Jung buni insonning ijtimoiy niqobi haddan tashqari kuchayib ketishi bilan tushuntirgan. Niqobning o'zi yomon emas. U jamiyat ichida yurish, ishlash, o'rningni topish uchun kerak. Muammo niqob yuzga emas, ichkariga yopishib qolganda boshlanadi. Shunda sen rolingni o'zing deb o'ylay boshlaysan. Shuning uchun ayrim odamlar men yaxshiman, menga hech kim kerak emas, men shunchaki band yurishni yaxshi ko'raman degan gaplarni ko'p takrorlaydi. Bu gaplar ba'zan rost emas. Bu uzoq davom etgan ichki himoya. Bolaligida yig'lagani uchun uyaltirilgan bola keyinchalik hissiyotini berkitadi. Jahli chiqqani uchun qoralangan qiz keyinchalik har doim muloyim ko'rinishga urinadi. Muammo tug'dirma. Odamlar nima deydi? Sabr qil, o'zingni bos degan signal bilan ulg'agan inson esa keyin katta bo'lgach ham o'z tabiiy reaksiyalariga ishonmay qo'yadi. Asta-sekin ichki tahrir boshlanadi. Jamiyat yoqtirgan qisming qoldiriladi. Noqulay ko'ringan qisming ichkariga suriladi. Mana shu jarayon insonni charchatadi. Hayot qiyin bo'lgani uchungina emas, har kuni ichingdagi haqiqatni filtrlab yashashga majbur bo'lganing uchun. Ba'zan buni g'amxor arxetipi bilan ham adashtirish mumkin. G'amxor boshqalar uchun yashaydi, yordam beradi, ko'taradi, bardosh beradi, lekin agar u me'yoridan oshsa, sen hammani asrashga urinib, o'zingni unutib qo'yasan. Shunda mehr ham yukka aylanadi. Shuning uchun o'zingga halol savol ber. Sen qilayotgan ishlaringning nechta qismi chin istagingdan chiqyapti? Nechta qismi esa rad etilishdan, yoqimsiz ko'rinishdan yoki kimnidir xafa qilishdan qo'rqib qilinyapti? Niqobni yechish ko'pincha katta sahnada sodir bo'lmaydi. U juda mayda lahzalarda boshlanadi. Yo'q demoqchi bo'lib, bu safar haqiqatdan ham yo'q deyishingda, charchaganingni yashirmasligingda, har safar kuchli ko'rinishga urinmasligingda va bir kuni sen shuni tushunasan. Meni eng ko'p holdan to'ydirgan narsa hayot emas ekan. Doim rol ijro etib yashash ekan. Lekin inson uzoq vaqt taqqan niqob faqat tashqi olamdan asl holatini berkitmaydi. U ko'pincha odamning o'zidan ham o'zini yashiradi. Shuning uchun tirik qolish rejimidan chiqishdagi navbatdagi muhim qadam ichingdagi og'riqdan qochishni bas qilishdir. Odamzodning eng katta fojialaridan biri shundaki, u ichida og'riq olib yuradi-yu, lekin unga qarashdan cho'chiydi. Shuning uchun u o'z hayotini doim shovqin bilan to'ldiradi. Ish bilan, suhbat bilan, tashvish bilan, majburiyat bilan, reja bilan,
telefondagi oqim bilan. U to'xtab qolsa ichkaridagi jim ovoz eshitilib qolishdan qo'rqadi. Aslida ko'p odam sukunatdan emas, sukunatda yuzaga chiqadigan haqiqatdan cho'chiydi. Kimdir jahli borligini tan olmaydi, shuning uchun u muloyimlik niqobi ortida yuradi. Kimdir ranjiganini tan olmaydi, shuning uchun u menga farqi yo'q deb yashaydi. Kimdir mehrga muhtojligini tan olmaydi, shuning uchun u hech kimga yaqinlashmaydi. Kimdir oldingi jarohatini nomlamaydi, shuning uchun u har yangi vaziyatda ichidan tarang tortilib turadi. Ichkariga bosib qo'yilgan narsalar yo'qolib ketmaydi. Ular jim turadi, lekin yo'q bo'lib ketmaydi. Go'yo uy ostidagi yopiq xonaga o'xshaydi. Sen uning eshigini yillar davomida ochmasliging mumkin. Tashqaridan uy saranjom ko'rinadi, lekin ichkarida yig'ilib yotgan narsa butun uy havosiga baribir ta'sir qiladi. Inson ham shunday. Ichida tan olinmagan og'riq bo'lsa, u bir kuni boshqa yo'l bilan yuzaga chiqadi. Mayda gapdan qattiq achchiqlanish bo'lib chiqadi. Birovning sovuq muomalasidan qutulmagan darajada ezilish bo'lib chiqadi. Hech kimga bog'lanmaslikka urinib yurib, ichida chuqur yolg'izlik bo'lib chiqadi. Ba'zan sen boshqalarda yoqtirmaydigan narsang aynan o'zing ichingga bosib qo'ygan qisming bo'lishi ham mumkin. Shu yerda donishmand arxetipi kerak bo'ladi. Donishmand ichkariga qarashdan qochmaydi. U darrov hukm qilmaydi. U avval ko'radi, anglaydi, nomlaydi. Chunki inson nimani aniq ko'rsa, o'shaning quliga aylanmaydi. O'zingga mayin savollar ber. Qaysi holatlar senda me'yordan ortiq bezovtalik uyg'otadi? Yolg'iz qolganingda qaysi fikrdan qochishga urinib ketasan? Qaysi hisni ichingda olib yuribsan-u, lekin uni tilga olmayapsan? Darrov o'zingni tuzatishga oshma. Darrov men kuchli bo'laman deb sakrama. Avval ichingdagi haqiqat yonida bir oz turishni o'rgan. Chunki ko'pincha shifo og'riqni inkor qilganda emas, unga rost nom berganda boshlanadi. Va ba'zan inson hayotidagi eng jasur qadam boshqalarga emas, o'ziga qarab. Ha, men anchadan beri ichimda shuni ko'tarib yuribman, deyishidir. Ichingdagi og'riqni tan olishdan keyingi muhim qadam. Yillar davomida qayerlarga tarqalib ketgan ruhiy quvvatingni yana o'zingga qaytarishni o'rganishdir. Chunki inson faqat ish qilganda charchamaydi, u o'ylaganda ham charchaydi. Xavotirlanganda ham. Birovning kayfiyatini ko'tarishga urinayotganda ham, kimdir undan ranjib qolmasin deb o'zini bosib yurganda ham, biror suhbatni 100 marta xayolida qayta aylantirganda ham. Har kuni qancha ruhiy quvvatni o'zingga tegishli bo'lmagan narsalarga sarflayotganingni tasavvur qil. Kimningdir sendan xafa bo'lishdan qo'rqasan. Kimningdir fikrini o'zgartirishga harakat qilasan. Kimningdir muammosini o'z muammoingdek ko'tarib yurasan. Kimdir tushkun bo'lsa, uni yaxshi his qildirishni o'z vazifang deb bilasan. Kimdir sen haqingda noto'g'ri fikr qilsa, ichingda uzoq vaqt uni tuzatishga ehtiyoj sezasan. Bularning har biri ozgina quvvat oladi. Lekin yillar davomida shu odat takrorlansa, inson bir kuni o'ziga hech narsa qolmaganini sezadi. Shunda ilgari zavq bergan narsalar xira tuyuladi. Odamlar bilan gaplashgandan keyin yolg'iz qolishga kuchli ehtiyoj tug'iladi. Boshing fikrlarga to'la bo'ladi, lekin iching bo'shdek tuyuladi. Bu sen mehrsiz bo'lib qolganingni anglatmaydi. Bu shunchaki juda ko'p quvvat tashqariga ketayotganini anglatishi mumkin. Yung insonning diqqati qayerda uzoq tursa, ruhiy quvvati ham o'sha tomonga oqishini ta'kidlagan. Demak, sen kun bo'yi boshqalarning muammosi, boshqalarning fikri, boshqalarning roziligi va boshqalarning hissiy holati bilan yashasang, o'zingning ichki markazing asta-sekin quvvatsiz qoladi. Shuning uchun o'zingga bitta muhim savol ber. Men haqiqatdan yordam beryapmanmi? Yoki hamma narsani nazorat ostida ushlab turishga urinib, o'zimni tugatyapmanmi?
har bir dardni sen tuzatishing shart emas. Har bir kelishmovchilikni sen yumshatishing shart emas. Har bir odamning ko'nglini sen ko'tarishing shart emas. Ba'zan mehrning eng sog'lom ko'rinishi bir qadam ortga chiqib, boshqa odamning o'z yukini o'zi ko'tarishiga imkon berishdir. Bu sovuqqonlik emas. Bu chegaradir. Kun davomida odamlar bilan uchrashganingdan keyin ichki holatingni kuzat. Ba'zi suhbatlardan keyin yengil tortasan. Ba'zilardan keyin esa hech narsa bo'lmagandek ko'rinsa ham, go'yo ichingdan nimadir sug'urib olingandek bo'ladi. Ana shu farqni jiddiy qabul qil. Chunki tirik qolish rejimidan chiqish faqat ko'proq dam olish degani emas. Bu ruhiy quvvatingni kimga, nimaga va nima sababdan berayotganingni ongli ravishda tanlashni boshlashdir. Lekin ba'zan insonning eng chuqur charchog'i boshqalarga qancha quvvat berganidan ham kelmaydi. U o'zini doim isbotlashga majbur his qilganidan keladi. Shunday odamlar bor. Ular dam olayotganda ham ichida aybdorlik sezadi. Biror kun katta natija qilmasa, o'zini behuda yashayotgandek his qiladi. Ishini tugatsa ham, ichida darrov keyingi vazifa paydo bo'ladi. Go'yo tinchlikka erishish uchun avval yana bir narsani bajarish kerakdek, keyin yana bittasini, keyin yana. Va shu tariqa tinchlik doimo ertangi kunga suriladi. Bunda inson tashqaridan juda intizomli ko'rinishi mumkin. U maqsadli, mehnatkash, bardoshli bo'ladi. Lekin ichkarida boshqa bir gap yashirinib turadi. Men hali yetarli emasman. Shuning uchun u o'z hayotini yashamaydi, balki o'z qadrini isbotlash uchun ishlaydi. Yung nuqtai nazarida insonning butun qadrini faqat erishgan natijalariga bog'lab qo'yishi ichki muvozanatni buzadi. Chunki sen o'zingni faqat muvaffaqiyating bilan baholasang, har bir muvaffaqiyatsizlik shunchaki xato bo'lib qolmaydi. U darrov shaxsiy qadringga hujumdek tuyuladi. Bir ish yurishmasa sen bu safar bo'lmadi demaysan. Ichingda men yetarli emasman degan hukm uyg'onadi. Bir kun unumli o'tmasa, bugun dam oldim demaysan. Ichingda men vaqtimni bekor qildim degan ayb paydo bo'ladi. Mana shu holat tirik qolish rejimining eng yashirin ko'rinishlaridan biridir. Sen tashqarida hech kim bilan urushmayapsan, lekin ichingda doim o'zingni quvib yuribsan. O'zingga yetib olishga urinib yuribsan. O'zingdan yana ko'proq talab qilyapsan. Shunda hayot musobaqaga aylanadi, lekin marraning o'zi yo'q. Bu yerda qahramon arxetipining me'yoridan ortiq kuchaygan tomoni ko'rinishi mumkin. Qahramon sinovdan o'tishni yaxshi ko'radi. U harakat qiladi, qiyinchilikdan chekinmaydi, lekin agar sening butun qadring faqat kurashishga bog'lanib qolsa, bir kuni tinchlik seni bezovta qila boshlaydi. Shuning uchun o'zingdan so'ra. Men hech narsa isbotlamayotgan paytimda ham o'zimni qadrlay olamanmi? Men bir kun shunchaki yashab, hech qanday ulkan natija qilmasam, o'zimga nisbatan hurmatim saqlanib qoladimi? Mana shu savollar juda ko'p narsani ochib beradi. Chunki haqiqiy erkinlik ba'zan ko'proq ish qilishdan boshlanmaydi. U birinchi marta o'zingga shunday deyishdan boshlanadi. Men tinchlikka loyiq bo'lish uchun doim nimanidir isbotlashim shart emas. Va balki eng muhim haqiqat shu yerda boshlanadi. Tirik qolish rejimidan chiqish uchun hayotingdagi hamma narsani birdan o'zgartirishing shart emas. Ishingni tashlashing shart emas. Hamma bilan aloqani uzishing shart emas. Boshqa shaharga ko'chib ketishing yoki butunlay yangi odamga aylanishing ham shart emas. Ba'zan eng katta o'zgarish tashqarida emas, ichkarida boshlanadi. Sen birinchi marta tanangga xavf tugadi degan imkoniyat berasan. Biror kun hech narsani isbotlamasdan dam olasan. Biror odamning kayfiyatini tuzatishni o'z vazifang deb bilmaysan. Ichingdagi noqulay hisni darrov bosib tashlamaysan. Men hozir nimani his qilyapman degan savoldan qochmaysan.
Va eng muhimi, o'zingni doim tuzatilishi kerak bo'lgan muammo sifatida ko'rishni asta-sekin bas qilasan. Chunki sen loyiha emassan. Sen doim yaxshilanishi kerak bo'lgan mashina emassan. Sen tirik insonsan. Ba'zan kuchli bo'lasan. Ba'zan charchaysan. Ba'zan aniq bilasan. Ba'zan yo'lingni topolmay turasan. Lekin bularning hech biri sening yashashga bo'lgan haqqingni kamaytirmaydi. Yung uchun insonning ichki yetilishi boshqalardan mukammalroq bo'lish emas edi. Bu o'z tabiatiga yaqinlashish, ichidagi qarama-qarshi qismlarni tan olish va hayotini faqat tashqi talablar asosida emas, ichki haqiqat bilan ham uyg'unlashtirish edi. Shuning uchun balki senga hozir yana bir maqsad kerak emasdir. Balki yana bir reja ham kerak emasdir. Balki senga kerak bo'lgan narsa uzoq vaqtdan beri birinchi marta o'zingga qaytishdir. Bir piyola choyni shoshmasdan ichish. Telefonni chetga qo'yib, jim o'tirish. Sevgan narsangni foyda keltirgani uchun emas, shunchaki sevganing uchun qilish. Yaqin inson bilan gaplashayotganda keyingi vazifani o'ylamaslik. Kulayotganingda ichingdan vaqt ketmoqda degan ovozni tinglamaslik. Chunki hayot faqat katta voqealarda yashirinmagan. Hayot mana shu oddiy lahzalarning ichida. Va tirik qolish rejimidan chiqishning asl belgisi ham balki shudir. Sen hayotingni doim himoya qilinishi kerak bo'lgan jang maydoni sifatida ko'rishni bas qilasan. Sen asta-sekin yashashni boshlaysan. Faqat chidashni emas, faqat vazifalarni tugatishni emas, faqat keyingi kunni kutishni emas, balki shu kunning o'zida bo'lishni. Va bir kuni ortga qarab, juda sokin bir haqiqatni anglaysan. Hayot hech qachon sendan uni mukammal bajarishni so'ramagan edi. U faqat sening unda haqiqatdan mavjud bo'lishingni kutgan edi.